Sizlar bilan menga tushunmaydigan top 5 ta qizni aytib o'taman. Birinchisi, qizlar bo'ladi, bilasizlarmi? O'zi tabiiy chiroyli, shunaqa qosh, ko'z, soch, butun chiroyli bo'ladi, lekin qoshini chizdiradi, kiprik ulaydi, labini ishiradi-da, yana shundan bo'yanib, yana effekt bilan chiqadi Instagramga. Shunaqa qizlarni men rostdan tushunmayman. O'zi tabiiy chiroyli-ku, shunda o'ziga ishonmaydim o'zi. Birinchisi, shunaqa qizlar bo'ladi. Nimaga unaqa qilishlarini men bilmayman. Ikkinchi topdagi qizlar, ular siz bilan yaqin bo'lib boradi, siz bilan gaplashib, siringizni bilib o'tiradi ekan. Shunda o'g'irlishi bilan sirlaringizni sotib ketadi. Men o'zimda unaqasi bo'lmagan, lekin juda ham ko'p kuzataman shunaqa qizlarni. Uchinchisi, shunaqa qizlar bo'ladiki, xuddi bir o'zlarini bir bilmayman, nima unaqa qilishadi, balki hammaga yoqaman deb o'ylaydimi, yesa yemasa bemaza qiliqlari, qanaqadir hazillari bilan hammani vaqir-vuqir qilib, kuldirib yurishim kerak deb o'ylaydi. Biz masxarabozmas emasmiz, to'g'rimi? Hammani kuldirishga majbur emasmiz. 4-chi tipdagi qizlar. Misol uchun Instagramda kimnidir kuzatadi, вообще hayotida ko'rmagan, umuman tanimaydigan qizini ko'radi-da, yo bu deydi mana bunaqa, bu deydi oldin hayotim mana bunaqa bo'lgan, voy bu g'irt mana bunaqa-ku yoki bo'lmasa mana bunaqa-ku, o'tirib olib negativ yozib o'tiradigan qizlarni men tushunmayman. Nimaga unaqa qilishar ekan? Axir tanimaysizlar-ku, umuman. 5-chi tipdagi qizlarni menimcha hamma ko'rgan. Shunaqa qizlar bo'ladi, bitta yo ikkita bo'ladi, hamma joyda yo o'qishda yo ishda ko'rgansizlar. Misol uchun unaqa qizlar borku, hamma bolalarni rashk qilib yuradigan bo'ladi, bilasizlarmi? Hamma bolalar xuddi ularniki, boshqa qiz kelib nimadir prosta ish yuzasidan qanaqadir gapirib qo'ysa ham, bolaga kelib ensasini qotirib, xuddi qizg'anib, nimaga unaqa qilishadi? Men tushunmayman shunaqa qizlarga.